12 yildan buyon Chempionlar Ligasi kubogi nima ekanligini bilmaysizlar deyotgan Atletikoni dala qilib olganlar. Men mana bu klubga muxlis bo'lgan vaqtimda Chempionlar Ligasi qiziq bo'lmagan. Uning chiroyli o'yini tiki-takas. Futbolchilarning bir-biriga hurmati, hamjihatligi uchun ushbu klubni tanlaganman. 2009-yildan buyon bu formani yechmadim. Bu kungacha Barselona ne kunlarni ko'rmadi, boshdan kechirmadi, lekin men voz kechmadim. Agar qaysidir klubga muxlislik Chempionlar Ligasidagi o'yinlari uchun va Chempionlar Ligasi kubogi soni bilan o'lchanadigan bo'lsa, seni fikringchi? Sekingina futbolni yig'ishtirib, boshqa sport turini tanlab qo'ya qol. Barsachi do'stim, bugun Barselona yutqizgandir. 12 yildan buyon Chempionlar Ligasida g'alaba qozona olmayotgandir. 50 yil g'alaba qozonmasa ham, sen Barsada qolasanmi, sodiqmisan, demak sen haqiqiy muxlissan. Bilasanmi? Mana bu rang bizni tomirlarimiz oqadigan qon rangi. Demak, bu forma, bu Barsa. Barsa esa biz. Sen dunyodagi eng zo'r